Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston klublari jahon chempionatidagi futbolchilar uchun qancha ishlab oladi? Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatidagi qatnashadigan 26 nafar futbolchidan iborat yakuniy tarkibi ma'lum. Tarkibda 11 nafar legioner va 15 nafar O'zbekiston chempionati vakillari joy oldi. Ana shu 15 nafar futbolchi O'zbekistonning 8 ta klubidan milliy terma jamoaga chaqirildi. Ma'lumki, FIFA Club Benefits Program klublarga foyda keltirish dasturi qoidalariga ko'ra, futbolchisi mundialga qatnashadigan klublarga har biri uchun 11 ming AQSh dollar miqdorida pul beriladi. To'lovlar nafaqat guruh bosqichidagi o'yinlar kunlari, balki turnir boshlanishidan 10 kun oldingi tayyorgarlik davrini ham o'z ichiga oladi. Guruh bosqichi yakunlanganiga qadar, ya'ni 11-iyundan 27-iyungacha jamoalar jami 27 kun davomida turnirda va unga tayyorgarlikda rasman qatnashgan hisoblanadi. Demak, terma jamoaga chaqirilgan har bir futbolchi o'z klublariga guruh bosqichining o'zi uchun to'g'ridan-to'g'ri 297 ming dollar ishlab beradi. O'zbekiston klublari mundialga qatnashadigan futbolchilar uchun guruh bosqichining o'zida quyidagilar mablag' ishlab oladi. Paxtakor terma jamoasining 5 nafar futbolchisi 1 million 485 ming dollar. Neftchi futbol komandasining 3 nafar futbolchisi 891 ming dollar. Nasafning 2 nafar futbolchisi 594 ming, Dinamoning 2 nafar futbolchisi 594 ming, Navbahor, OKMK, Surxon, Buxoro terma jamoalarining 1 nafardan futbolchilari futbol klublari uchun 297 ming dollar ishlab beradi. E'tiborli tomoni, O'zbekiston klublarida to'p surayotgan legionerlar ichida faqat 1 nafari Paxtakorning iroqlik futbolchisi Zayed Tahsin terma jamoasidan chaqirib olgan. Yuqoridagi jadvaldagi mablag' yakuniy miqdor emas. Bir muhim jihatga e'tibor berish kerak. Bu pullar yakunda to'liqligicha futbolchilarning hozirgi klubiga o'tib ketmaydi. FIFA qoidasiga ko'ra, jami summa futbolchining oxirgi 2 yil davomida o'ynagan klublar o'rtasidagi o'tkazilgan vaqtiga munosib ravishda foiz hisobida bo'lib beriladi. Aytaylik, futbolchi 2024-yildan 2026-yilgi qishki transfer oynasida A klubda o'ynagan, keyin esa B klubga o'tgan. Bu holda jahon chempionatida ishtirok etish uchun kompensatsiya quyidagicha taqsimlanadi. 75% yangi B klubga qolgan, 25% esa sobiq A klubiga o'tadi. Milliy terma jamoamiz play-off bosqichiga yo'lga olib, mundialda qancha uzoqroq muddatga qolgani sari ushbu klublarning daromadi kuniga 11 ming dollardan ko'payib boraveradi. Mundialda terma jamoamizga omad tilab qolamiz. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.